Xotining menga yoqdi. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Xotining menga yoqdi deyapman. Bu nima deganingiz, Qobil aka? Shogirdingizga xotining menga yoqdi deyapsizmi? Uyalmasa bunaqa gaplarni gapirganmi? Nima? Noto'g'ri gapiryapmanmi? O'zimni fikrimni bildiryapman. Xotining menga yoqdi. Hozir yaxshi gap gapirmadingiz, Qobil aka. Gaplarim yoqmadimi? Kecha internetdagi ikkalangni profillaringni kuzatdim. Xotining kecha kechqurun ikkita yangi rasm qo'ydi. O'sha rasmga 100 tacha begona erkak like bosdi. Like bu menga rasm yoqdi degani. Sani xotiningni ko'rinishiga 100 ta erkak o'zini munosabatini bildiryapti. Buning ichida sen ham borsan. Demak, sen xotiningga boshqa erkaklarning nigoh tushishiga zamin yaratib beryapsan. Yaxshi erkak xotinini ko'z-ko'z qilmaydi. Uzr, Qobil aka. Men bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. Kechiring, rasmlarni hozir o'chirib tashlayman. Meni tushunganingiz uchun rahmat. Mana shu palakat telefonni deb buzilib ketayotgan qanchadan qancha oilalarni bilaman. Shularning sonini bittaga qisqartirdim deb o'ylayman. Biror ish qilishdan oldin oila muqaddasligini, nikoh muqaddasligini yaxshilab o'ylash kerak. Sen erkakligingni, siz ayolligingizni unutmang, keling.